Assalomu alaykum. Meni ismim Parizoda Bahodirxo'jayeva, 17 yoshdaman va data analist bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligida ish boshladim. Hozir IT Park universitetini 1-kurs talabasiman va universitetim полный onlayn. Shuning uchun ishimga ham, o'qishimga ham plyus menga. Kichkinaligimdan birinchi bo'lib adam ko'p joylarga olib borardilar. Misol uchun O'zbekiston hududi bo'lsa, har xil viloyatlarga komandirovkalarga ko'p borardilar. Keyin bizani ham borardilar, har xil odamlar bilan gaplashardik. O'sha paytda Samarqandda menga birinchi kompyuterimni olib berganlar, o'zim tanlaganman. Juda ham xursand bo'lganman o'shanda. U paytda 7 yosh edim. 7 yoshimda birinchi kompyuterim bo'lganda уже tushunganman to'xtab. Bu sohada men o'zimni ko'ra olaman katta bo'lganimda, matritsani ko'rganman birinchi bo'lib, где-то 10 yoshligimda, matritsani ko'rganimda уже ITga qanaqadir qiziqishim yana ortgan. Keyin kompyuterim bo'lgandan keyin sekin-sekin o'rganishlarni boshladim. Pythonni, o'zi umuman programmani, kompyuter o'zini tili borligini tushundim. Menga qiziq bo'ldi. Kompyuter ham o'zini tili bormi? Qanaqa ishlaydi? Qanaqa men o'zimni yo'limda ishlatsam bo'ladi? Kompyuter bilan qanaqa o'rtoq bo'lib qolsam bo'ladi deb. Shunaqa xayollar bo'ladi-ku, kichkina odam bo'ldi. Kichkinaligimdan shunaqa xayollar bo'lgan. Sekin-sekin o'rganishni boshlaganman. Maktabda har xil environmentlarda o'qib ko'rgan bo'lsam, environment bu juda ham muhimligini tushundim. Hamma odam har xil, hamma odam o'zining talentlari, interesslari bor. Men shuni 11 yoshimda topganimdan keyin adamga aytishga qaror qildim. Boshida rosa hayajonlanib, tekstlar yozib, qanaqa aytaman deb bir-biriga kichkinaligimda gappuroq bo'lganman-da adam uchun, hamma narsani aytmasdan. O'sha payt men shu sohada, ya'ni IT sohasida mutaxassis, har xil sohalar bor, o'zini IT ni ichida ham, lekin shu sohada уже mutaxassis bo'laman deb 11 yoshimda aytganman. Adamdan mayli degan javob kutganman, lekin shundoq qaraganlar-da. Men senga ishonaman, sen buni qila olasan, nima qilsang ham men seni oldindaman degan gaplari hali ham esimda. Katta motivatsiya bo'lgan men uchun. Undan keyin meni o'sha gapimni eshitganlardan keyin yoz payti edi. Частный maktabga o'tkazdilar. Ko'proq fokusim menda matematika, IT, ya'ni Python o'rganishni boshladim. Boshida HTML, CSS larni ham o'rgangan edim. Backend ga fokus qaratib, veb-saytlar yasash meniki emas ekan. Shuni tushundim. Ko'proq men uchun analitika, sonlar bilan ishlash, matematika qiziqroq edi-da, baribirga ham. Data analitika bo'lish hayolimga ham kelmagan bu paytda. Undan keyin ko'proq ingliz tilini o'rganishni boshladim. Rus tili. Maktabga umuman fokusimni qaratgan edim. Уже 11-sinfimda IELTS o'qish jarayonida artikelni ko'p o'qirdik. O'sha paytda Garvarddagi professor yozgan artikellarni o'qib qoldim. Bu business analyst and data analyst ekan. U artikel men uchun juda ham qiziq tuyulgan. 10 martacha o'qiganman, to'g'risi. U yerda detalni tushuntirib berilgan, qanaqa qilib bizni har bitta odam datani yaratishimizni. Data sekundiga 100 mingta, 200 mingta bitta odam kuniga juda ham ko'p datalar, o'zimiz bilmagan holatda datalar yaratamiz. O'sha datalardan unumdorlik foydalanib, bizneslar yoki boshqa soha vakillari bu datani qanaqa qilib powerful qilib o'zligini successful qilishadi-da. Buni men tushunganimdan keyin hayotim o'zgargan. Shunaqa desa bo'ladi. Adamga yana aytganman, data analist bo'laman deb.
research qilganmiz, ko'p учебный centerlar qaraganmiz. Lekin O'zbekistonda bunaqa sohani hali hech kim o'rgatmayotgan edi. Onlayn o'qiyman deb o'yladim, boshqa kurslar qaradim, lekin mapga adam o'zlari olib keldilar, mapni bilmas edim. Birinchi bo'lib mapga kelganimda просто wow deganman. Yoqqan menga environment, chunki qayerda bo'lsangiz siz o'zgarasiz. Mana misol uchun 5 ta odam bo'lsa, 6-chisi 5 ta odam ichida 6-chisi bo'lsangiz, 6-chisi siz successful bo'lsangiz, yoki data analistlarning ichida bo'lsangiz, siz ham zo'rroq bo'lishingiz mumkin. Chunki ideyalar almashasizlar, birga o'qiysizlar, shu muhit menga kerak edi. Onlaynda buni ololmaysizda. Mapga shunaqa qilib kelganman. Birinchi bo'lib ekzamen topshirganman fevralda, matematikadan, angliyskidan, undan keyin talant programmaga olishganman. Siz grantga kirgansiz? Zo'r. Birinchi bo'lib kelishim bilan SQL boshlaganmiz. SQLni juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Qanaqa tablelar bilan ishlash, joinlar, qiyin temalar bor. Bu menga yoqib qolgan. Lekin juda ham qiynalganman boshida. Umuman tushunmaganman. Shu paytda menga mapni o'zini assistentlari ekan o'quvchilar yordam berishgan. Har bitta detallarini, misol uchun tushunmasam tushuntirib beraverib, zoomlar qilib, zoomlarda tushuntirib berishgan. Tushunganman, to'g'ri. Nimadir o'rganmoqchi bo'lsangiz, oldingizda like-minded people bor-ku. Hammamizning maqsadimiz bir xil. Misol uchun mapda shunaqa. Hammamizning maqsadimiz shu ishga kirish, ko'proq experience orttirish, keyin proyektlarda ishlash maksimal harakat qilganmiz, bir-birimizga yordam berib, ko'proq puzzle ishlab, har xil narsalarni, misol uchun bitta sourcedan emasda, har xil veb-saytlardan o'zimizga proyektlar qilib, misol uchun men bitta joydan emas, har xil resurslardan o'rganayman. YouTube kanal, Google, AI ishlatishni zo'r bilsangiz, bu sizga zo'r assistentda. Men shuni o'rganganman. AI assistent qo'yganman, как menga tushuntiradi. Men o'zimni bilimimni undan ham zo'r qilishim mumkin. Studentlarga tip bermoqchiman. Boshida juda ham qiyin bo'ladi, chunki bu yangi narsa. Yangi narsani o'rganish har doim qiyin, chunki siz bilmaysiz. Bilmagan narsangizdan qo'rqishingiz bor. Shu qo'rquvni yengish uchun faqatgina fokusni o'sha narsaga qaratish kerak. Misol uchun karyera bo'lsa, bu karyera sizga nima beradi? Qanaqa qilib hayotingizni o'zgartiradi? Birinchi bo'lib siz o'zingizni o'zgartirishingiz kerak. Misol uchun hamma insonning o'zini eng yaxshi bo'la oladigan versiyasi bor. Perfection emas, the best version of yourself. Shu bo'lishi uchun biz prosta ko'p narsani o'rganishimiz kerak emas. Fokusimizni bitta joyga qaratib, o'sha narsani qanchalik men zo'r bo'la olaman degan savol bilan harakat qilishimiz kerak. Misol uchun men mapda sentyabrdan o'qishni boshlagan bo'lsam, kuniga 16 soat, 17 soat bemalol shu sohaga fokusimni qarata olardim. Bu eng katta key bo'ldi. Ya'ni o'rtoqlarim bilan ko'rishmasam ham, gaplashmasam ham, oilam bilan kamroq vaqt o'tkazsam ham, lekin baribirga ham shu narsaga erishish uchun ko'p narsalarni sacrifice qilishingiz mumkin. Misol uchun voz kechishingiz mumkin. Lekin shu narsani erishish uchun, misol uchun yaxshi joyga kirish, o'zingiz xohlagan odam bo'lish uchun o'zingizga fokus qaratsangiz, o'zingizga investitsiya kiritsangiz, bu eng zo'r investitsiya deganim. Shu narsani men qila oldim deb o'ylayman. O'zimga shuning uchun rahmat deyman. Map menga juda ham katta yordam berdi. Bu ideyamni reallikka olib kirish uchun, chunki bu yerda hamma assistentlar, misol uchun, ayniqsa o'rganayotgan jarayonimda eng katta yordam bergan menga inson bu Shahzod Rasulov. Ularga kattakon rahmatimni aytmoqchiman, chunki boshidan Power BI o'rganishni boshlaganimda уже tushunganman,
Power BI bu men uchun, men bu sohada Power BI bilan ishlashni xohlayman, ko'proq analizlar qilishni xohlayman. Shuni tushunib yetishimga yordam berganlar. Power BI'ga 2 haftada уже tugatganman o'rganishni, lekin ular demo projectlar berganlar. O'zimni yaxshilashim uchun ko'p project, misol uchun ko'p kursiz уже yaxshilanib boraveradi. Feedbacklar ko'p berganlar. Bu yerda o'quvchilar ham juda ham hammaligi ambitsiyasi bor. Shu environment menga map shu bo'yicha map menga juda ham katta yordam bergan. Mapga rahmat deyman. Yana bittasi, hech qaysi o'quv markazi bermagan imkoniyatda map bizga bergan o'quvchilariga data engineer yoki data analyst, realniy senior Google'da ishlab kelgan, misol uchun Bekzod Mirsidiqov, ular bizga workshop o't berganlar. Keyin realniy savollarimizni qanaqa qilib ish jarayonida u kompaniyada ishlash qanaqa bo'lishini realniy o'tirganlarda oldimizda. Har bitta aytib berayotgan gaplarni o'ylab, analiz qilib, rostdan ham qilsa bo'lar ekan, O'zbekistondan turib Google'da yoki Microsoftda feedback olsa bo'lar ekan degan xayol уже o'tganmanda. O'sha paytda so'ragan savolim hali ham esimda, chunki bu men uchun важный rol o'ynagan. Qanaqa qilib katta kompaniyalar sizni ko'rishi mumkin? Qanaqa qilib O'zbekistondan biz o'zimizni katta kompaniyalarga ko'rinishimiz uchun nima qilishimiz kerak degan savolim bo'lgan. Keyin ular aytganlar, bor toollardan yaxshi foydalaning. Misol uchun LinkedIn bor, har xil discussionlar bor. U yerda realniy problemalar решать qilinadi. O'shanda aktivniy harakat qilish kerak. O'zingiz qilgan ishingizni dunyoga ko'rsatish kerak. Shunaqa ma'noda gap aytganlar. Keyin LinkedIn ochdim. LinkedInga o'zim ishlarimni joylashib boshladim. LinkedIn o'zi nimaligini o'rganishni boshladim. LinkedIn ochganimdan keyin ko'proq prosmotrlar yig'ilishni boshlandi, impressions juda ham ko'payib ketdi. Xursand bo'ldim, lekin bilardim yana ko'proq o'zim ustimda ishlashim kerak. Kattaroq kompaniyalar meni ko'rishi uchun ko'proq ishlashim kerak deb o'yladim. Lekin eng zo'r kunim bo'lgani Microsoft menga demo projektimga kommentariy qoldirgani bo'lgan. Bu juda ham hayotimni o'zgartirib yuborgan, chunki boshida ishonmaganman. Qarayman, lekin уже realniyligini tushunganimda как wow bo'lganda. Boshida nima deyishni, qanaqa respond qilishni bilmadim, chunki shokda edim. Lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin 3 oy ketdi deb tushuntirib, keyin conversationni yana davom ettirish uchun yana ularga question tarzida yozdim. Javob berishmaydi deb o'yladim, lekin yana demo projektimga xuddi o'sha questionimga javob berishdi. Agar questionni bilmoqchi bo'lsanglar, LinkedInimga connection. Nimaga bu juda ham zo'r narsa? Chunki Power BI bu Microsoft tooli. Microsoft o'zini toolini ishlatganim uchun va ularga qanaqa qilib dashbordlarim, misol uchun har xil biznesdan healthcare, banking, misol uchun moliya, shu dashbordlarim ular uchun professionalni topishgani uchun juda ham xursand bo'lganman. Microsoft yozgandan keyin 2 haftadan keyin rekruterlar, ya'ni ish beruvchilar menga chiqishni boshlashdi. Korzinkadan, Humodan boshqa private companiesdan meni data analyst sifatida yaxshi oylikka job offer berishni boshlashdi, lekin men hali tayyor emas edim ishlashga full jobda. O'zimni tayyor emas deb his qilardim. Yana o'rganishim kerak, yana mapda proyektlar ko'rib, yana data analyst skilllarimni oshirishim kerak deb. Undan keyin Sherzod Ibragimov, map asoschisi, o'zlarini profillariga bizani Map Innovation'dan
o'quvchimiz feedback oldik Microsoftdan deb tekst yozganlardan keyin Kamola Shavkatovni bu postga interes bildirdilar. Undan keyin intervyuni уже 2 kun o'tdi. Meni intervyuga chaqirishdi. Keyin vazirlikka bordim. Juda ham hayajondaman. Hammaligi katta odamlar. Men bu yerda oddiy data analist o'zimni his qilaman. Bordim. Kamola Shavkatovna bilan 1 soatcha intervyu bo'ldi. Ularga perspektivam shu sohada yana o'sishim mumkin, ularning kompaniyasiga yana value olib kelishim mumkinligini tushundilar. Keyin meni ishga olishga taklif bildirdilar. Men o'ylab ko'raman dedim. Undan keyin adamam, oyimam meni qo'llab-quvvatlashdi har tomonlama. Shunga psixologически o'zimni tayyorlab, уже ish boshladim. Vazirlikda menga aytishdi, bu soha yangi. O'zbekiston uchun, vazirlik uchun ham yangi soha. Sizga qiyin bo'ladigan tarafi, siz o'zingiz olib kirasiz bu sohani. Siz birinchisi bo'lasiz deganlardan keyin undan ham interesim ortdi, chunki mendan oldin hech kim bo'lmagan. Lekin men shu data analitika sohasini mapdan borib vazirlikka shu sohani rivojlantirish, o'zimning proyektlarim bo'ladi, o'zim kreativitim bilan hamma narsaga erisha olaman. Menga task berishdi. Bu juda ham qiyin task bo'ldi men uchun, chunki social media analysisni birinchi marta qilishim, umuman qilmaganman. Ishlashi eng yaxshi tarafi bu siz 2x kerak bo'lsa 100x o'rganasiz, chunki har xil toollar bilan ishlaysiz, bilmagan narsalaringiz ko'p bo'ladi. Shu narsada men juda ham qiynaldim. 2 ta ish qildim desam bo'ladi, data engineer bilan data analyst. Oxiri baribirga prezentatsiya qilib berdim yaqinda. Bitta gaplari juda ham menga ta'sir qildi. Kamola Shavkatovna o'zlari aytdilar, menga qilgan ishingiz yoqdi. Prosta wow dedilar. Bu men uchun juda ham katta xursandchilik, chunki o'zim yaratgan dashbord qanaqadir impact olib kelyapti. Nimadir o'zgartira olyapman. Data analitika bilan ko'p narsalarni o'zgartirsa bo'ladi, lekin o'zim yaratgan narsa bu baribirga o'zingiz uchun juda ham muhim bo'ladi. Shu ishda men o'zimni topdim desam bo'ladi.